alaykum hürmetlik anlıqçılar. Anlavatqınızlar Uyghur Nidası Tor Radyosu. Mustamliki zulmida emrayotgan xalqimizning ohuzarini dunyoga anglatish. Vatan ichi sirtidagi xalqimiz taqdiriga munosabatlik muhim xabar, uchurlar va mulohizlardan kishilarni xabardor qilish. Diniy bilimlar, tariximiz, esil adabiy miroslarimiz orqali avlodlarda sog'lom e'tiqod, g'urur va ona til sevgisi yetildirish nishoni bilan vatan davosida tegishlik majburiyatini ado qilishni maqsad qilgan Uyg'ur Nidosi Tor radio televiziyasi dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarga oliy ehtirom va salomlarini yo'llaydi. Birinci qitimliq anglatish. Assalomu alaykum qadrdon anglag'uchilar. Hozir Muhammad Amin Bug'ra asarlari nomli kitobning ovozliq nusxasini huzuringizga sunamiz. Bu kitob marhum Muhammad Amin Bug'ra vafotining 50 yilligiga bag'ishlandi. Nashrga tayyorlovchi Abdujalil Turan. Mikrofon oldida Qaraxon. Muallifning hayotidan bir qancha satr. Muhammad Amin Bug'ra 1901-yili Sharqiy Turkistonning Xotan shahri ichidagi Xalifalik O'yla mahallasida O'tirhol oilada dunyoga kelgan. 1922-yildan 1933-yilgacha Xotan va Qaraqashda mudarris bo'lgan. 1932-yili 2-oyning 20-kuni Qaraqashda boshlangan milliy ozodlik inqilobga yetakchilik qilgan. 1934-yili Hindistonga hijrat qilgan. 1940-yili Kabulda Sharqiy Turkiston tarixini yezib tamomlagan. 1943-yildan 1945-yilgacha Chongqing Çinning urush mezgilidagi poytaxti da turgan. 1947-yili qurilgan o'lkalik hukumat a'zosi va ta'minot nozirligiga tayin qilingan. Shundaqla Erik gazetining bosh muharriri va Uyg'ur uyushmasi ilmiy hay'at raisi, Urumchi Darülfonining faxriy professori qatorliq vazifalarda bo'lgan. 1948-yili 12-oyning 29-kuni o'lkalik hukumatning muavin raisligiga tayinlangan. 1949-yili 11-oyning 12-kuni Sharqiy Turkiston Çin kommunistlari tomonidan istilo qilinganda oilasi va bir qism sabdoshlari bilan ikkinchi qitim Hindistonga hijrat qilgan. 1952-yili Turkiyaga kelgan. 1953-yili İstanbulda Türkçe Türkiston ismli oylik jurnal chiqargan. 1956-yili Türkçe ve İngilizce tillarda Türkiston ovozi nomli jurnal chiqargan. Arab ve Asiya davlatlariga berib vatan davosini anglatgan. 1952-yildan boshlab Dünya İslam Teşkilatı'nın Sharqiy Turkiston vakili bo'lgan. Bu tashkilotning Makka, Bag'dod, Karachi, Tehron va Qohira qatorliq shaharlarda o'tkazilgan yig'inlarga qatnashgan. 1958-yili dunyo jamoatchiligining bo'libmi islom dunyosining qo'llashini qo'lga keltirish uchun favqulodda kuch sarf qilgan. 1965-yili 6-oyning 14-kuni tush vaqti bilan Anqaradagi uyida yuragi harakatdan to'xtagan.
Muhammed Emin Buğra'nın bütün hayatı din, millet ve vatan yolunda japa müşakkatlik, tillarga dastan bo'ladigan qilichi va qalami bilan elib borgan keskin kurashlar bilan o'tgan. U shaxsiy hayotida mustahkam iroda bilan oddiy-soddiy yashagan. Marhumning jinozasi rasmiy davlat murosimi bilan Anqaradagi asriy mozorliqqa dafn qilingan. Marhumning qabr teshiga mundaq deb yozilgan: Aziz do'stim Amin apandi, bugun ay yulduzluq al bayroq bilan giralishib tağutungizni zinnatlagan ay yulduzluq ko'k bayroq yurtingizning osmonida lapildiganga qadar Turkistonning mustaqillik harakati to'xtab qolmaydi. Ham fikr do'stlaringiz hayotingizni bu yo'lda vaqf qilgan bu muqaddas davoni natijaga erishtirish uchun to'lib toshgan g'ayrat va chin samimiyat bilan kurash qiladi. Buningga ishoning va xotirjam yeting. Türkistonliklar nomidan Professor Tahir Chag'atay, Abdujelil Turan. Siyosiy hayotim. Boshlang'ich. Sharqiy Turkiston zamonaviy qatnash va xabarlashish vositalari orqali dunyo mamlakatlari bilan aloqalash fursati bo'lmagan, dunyo tarafidan unutilgan bir yer edi. Hükümran unsuru bo'lgan Çinlik hökumat xodimlari Sharqiy Turkiston xalqini zamonaviy tarbiyadan mahrum bir holatda idora qilmoqda edi. Bu sababdan Sharqiy Turkiston xalqi 20-asrning boshlarida turib, o'rta asrning qorong'uligi ichida yashamoqda edi. Lekin Çin hökumat xodimlarining ig'ir zulmlarini, millatning ichinarlik darajada orqada qolganligini his qiladigan kishilar yo'q deyarlik edi. O'rta tahsil elayotgan chog'larimda Birinchi Dunyo urushi asnosida Sharqiy Turkistonga chet eldan ba'zi gazet jurnallar va siyosatchilar kelgila boshladi. Bu gazet jurnallarni zo'q bilan o'qib, tog'amning uyida uning chet eldan kelgan sayohatchilar bilan qilishgan suhbatlarini zo'q bilan anglaytdim. 1913-yili Xotamga kelgan Turkiyalik bir sayohatchi muallimdan xususiy dars ilib, oz to'la zamonaviy ma'rif va siyosiy tadqiq tarbiyasi tahsil qildim. Umuman 15 yoshimdan e'tiboran Çinliklarga qarshi nafrat hissi, millatim va yurtimning holiga qayg'urish yuragimda o'rinlashqili boshladi. Hissiyotning haydakchiligi bilan millatimning tarixini o'rganish, dunyodagi millatlarning qadimki va hozirgi zamon hayotlarini tadqiq qilish qizg'inligi kundan kunga kuchlanmoqda edi. Afsuski, muhitimda menga bu sohada tarbiya beradigan kishilar yo'q edi. Faqat o'zimga tarbiya berishim lozim edi. 22 yoshimda tahsilimni tugatib, mudarrislikni boshladim. Madrasadagi dars usullarida yangiliklar keltirishga tirishdim. Bu sababdan koni mutassib kishilarning har xil dushmanliklariga uchradim. 1922-yildan 1930-yilgacha siyosiy jihatdan bir amaliy ish qila olmadim va qilish qobiliyatini o'zimda his qila olmadim. Amaliy harakatim 1930-yildagi sayohatim bilan boshlandi. Shu yili Sharqiy Turkiston ichida 6 oy sayohat qildim. Yurtning har sinf kishilari bilan ko'rishdim. Xalqning fikr va orzularini angladim. Har qaysi joylardagi Çin amaldorlarining vaziyatini va joylardagi askari kuchini bildim. Natijada ochiq va tinchlik ichida bir siyosiy harakat elib berishning mumkin emasligiga, qurolliq bir inqilobdan boshqa choraning yo'qligiga qanoat hosil qildim. Sayohatdan Xotamga qaytib kelibla inqilobga zamin hozirlash va xalqni atrofimga to'plashning chorasini izladim. Buningda hukumat tarafidan bir to'salg'iga uchirmasdan xalqning menga yaqinlashishini,
qo'lga keltirishim kerak edi. Bu chorani tepish o'ng'ay bo'ldi. Dinni ilmim yetarlik bo'lganligi uchun Xotanning har yerda dinni nutq so'zlashga boshladim. Har qitimqi nutqimni xalq uzoq joylardan kelib anglaydi. Bara-bara Xotan aholisining har qaysi tabaqadagilari menga cho'nqur muhabbat bog'ladi. Hukumatningmi bular bilan kori bo'lmadi. İnqilab 1931-yili 6-oyda bir maxfiy tashkilot qurdim. Bu tashkilotning g'oyasi inqilob uchun pul va qurol-yarog' to'plash edi. 1932-yilning boshlarida yetarlik a'zo va pul to'plangan bo'lsa-mu, qurol bek oz edi. 2-oyning o'ttirlarida tashkilotimizni hukumat sezib qilib, bizni qo'lga olish uchun hozirlik qilg'ili turdi. Biz qo'lga tushib kelishdan burun qanday qilib bo'lmasin inqilobni boshlashga qaror qildik va 2-oyning 24-kuni Qarqash shahriga hujum qildik. 1 soatlik so'qishdan keyin Qarqashni oldik. Bizdan bir kishi, dushmandan 66 kishi o'ldi. 2 kundan keyin Qarqashqa g'arbdan va sharqdan hujum qilgan dushmanni 16 soatlik bir so'qish bilan yengdik. Bir hafta o'tgandan keyin Xotan shahrini muhosirga oldik. 22 kun muhosirda qolgan dushman oxiri taslim bo'ldi. Bir oy ichida butun Xotanni oldik. Uningdan keyin Yarkanni 70 kun muhosir qilgandan keyin dushman taslim bo'ldi. Bu arada Qumul, Altay, Turpan, Aqsu va Kashg'ardimi inqilob qo'zg'alib, Urumchi va Ilidan boshqa joylar tamamen inqilobchilarning qo'liga o'tdi. 1932-yilning oxirigacha Kashgar viloyatining Yangisardan sharqda ishki Chin chegarasidagi Charqiliqcha butun janubni qo'limga tushirib, parlamentlik bir hukumat qurishga muvaffaq bo'ldim. Bu mezgil ichida 31 qitim so'qishish bo'ldi. Rus Sovet hukumati bu inqilob natijasida butun Sharqiy Turkistonning ozod bo'lib qolishidan andish qilmoqda edi. Chunki Sharqiy Turkiston ozod bo'lsa, Rus qo'lidagi G'arbiy Turkiston aholisiga ta'sir yetib, u yerdanmi inqilob qo'zg'alishdan Rus hukumati qo'rqatdi. Shunga Rus hukumati Sharqiy Turkiston inqilobini bostirish uchun umumiy vali va bosh qo'mondan Jingshurin bilan maxfiy kelishim tuzdi va uningga aeroplan va qurol-yarog' yordam qildi. Lekin Jing bu yordamlar bilan hech ish qila olmadi. Shuning bilan Ruslar Shingsay ismli bir harbiy amaldorni Jingga qarshi isyon qildirdi. Jing mag'lub bo'lib Chinga qochib ketdi. Asi Shing umumiy vali Duban va bosh qo'mondan bo'ldi. Ruslar Shingga bir firqa Rus va bir firqa Chin askari bilan yordam qildi. Ruslarning bu yordami bilan mag'lub qilingan shimol viloyatlaridagi inqilob rahbari Xo'janiyaz va O'ktichi Tungan generali Majonyinglar Kashgarga qochib keldi. Men Xo'janiyaz bilan birlashdim. Oldi bilan Asi Majonyingni yo'qotib, uningdan keyin Rus askarlariga qarshi oxirgi nafsimizgacha vatanimizni mudofaa qilishga qaror qilishdik. 1933-yili 3-oyning 5-ida Majonyingga qarshi urush boshlandi. Xo'janiyaz Kashgardan Yarkanga qochib ketganlikdan Kashgar Majonyingning qo'liga tushib ketdi. Mening ikki inim general Abdullah Shahmansur va brigadir qo'mondan Nur Ahmad Amir sohiblar 6000 askar bilan Yangisarda Majonying bilan so'qishdi. 3-oyning 28-kuni inim general Nur Ahmad shahid bo'ldi. 20 kun davom qilgan bu so'qishda ikki inim boshliq
3200 askarim shahid va yardar bo'ldi. Bundaq zoya bo'lishqa, bu urushqa Xo'janiyozning qatnashmaganligi sabab bo'ldi. Keyinchi ma'lum bo'lishlarga qaraganda, Xo'janiyozning men bilan qilishgan birlashish kelishimi meni aldash uchun qilingan ekan. Shundaqla umumiy vali Shinsey bilan maxfiy kelishim tuzib, manga va muhim bir qism odamlarimga qarshi suiqasd planlagan ekan. Shuning bilan Yarkan va Xotandagi inqilobchi askarlarni o'z tarafiga tortib olishni ustiga olgan ekan. Bu maxfiy kelishim Rus generali Bitkevning Xo'janiyozga yozgan bir maktubining 4-oyning 4-kuni mening qo'limga tushishi bilan oshkora bo'ldi. Shuning bilan men Yarkanda Xo'janiyoz va Majonyongdan iborat ikki dushman o'rtasida qoldim. Bu xatardan qutulish uchun 4-oyning 5-kuni kechida Xotanga chekindim. Endi Xo'janiyozning o'zi xatarga tushib qoldi. Ya'ni sharqda mening askarlarim va g'arbda Majonyongning askarlari uningga dushman edi. Xo'janiyoz bu xatarlik ahvoldan qutulish uchun Oqsudagi general Betkevning qishig'i qochdi. Natijada Majonyong Yarkanni so'qishmayla qo'lga tushirdi. Endi men Majonyong va Rus askarlari qarshisida yolg'iz qolgan edim. Rus askarlari va Majonyong o'rtasida qattiq urush bo'layotganlikdan men 2 oy so'qishmay turib mudofaaga hozirlik qildim. Majonyong Rus askarlarining aeroplan va tanklardan mag'lub bo'lib, ashushini yo'qotgan holda az bir qism odamlari bilan Rossiyaga qochib ketdi. Uning 8000 ga qadar askari Maxusan ismli bir harbiy amaldorning qo'mondonligi ostida qolib qoldi. Maxusan 6-oyning 15-kuni butun kuchini yig'ib Xotanga hujum qildi. Menmo butun kuchim bilan mudofaa qildim. 6-oyning 15-kuni kechasi mening askarlarim Zava maydon urushida mag'lub bo'lib, parishon holda tarqilib ketdi va men yenimda qolgan 300 askarim bilan Xotanning janubidagi tog'larga chekindim. Maxusan Xotanni ishg'ol qilib, menga qarshi askar chiqardi. Tog'lardagi urushlarda dushman mag'lub va men g'olib vaziyatda bo'lsam-mu, oziq-tulik yo'qligidan askarlarim kundan kunga azayg'ili boshladi. 7-oyning 20-kuniga kelganda yenimda faqat 22 qurolliq askarimni qolgan edi. Hijrat. Qarshimda yolg'iz Maxusan bo'lgan taqdirda yana kuch to'plab uni vatandan haydab chiqarish imkoni bor edi. Lekin uni qo'g'lab kelayotgan Rus kuchlariga qarshi turishim mumkin emas edi. Shuning uchun 7-oyning 27-kuni Hindistonga hijrat qilib, bir mezgil fursat kutishga qaror qildim va shu kuni Shaydullohdan Hindistonga qarab yo'lga chiqdim. 8-oyning 12-kuni Ladakhga kirdim. Kashmir va Amritsar qatorliq shaharlarda turdim. Dehli va Bombayga bordim. Muhim shaxslar bilan ko'rishdim. Hindistonda turgan mezgilda shu qanoatga keldimki, chet elda vatanim uchun muhim bir ish qilish u zamonning dunyo siyosatiga hech to'g'ri kelmaydi ekan. Shuning uchun Sharqiy Turkistonga qaytib, yurtning tog'liq joylarida partizanlik qilib, bir o'rinni qo'lga keltirib, dunyoga tonilmoq va fursat kelganda istiqlol e'lon qilish plani bilan yurtga qaytishga qaror qildim. Oilamni Hijozga yo'lga selib, 15 odamim bilan savdogar qiyofatiga kirib, ismimni Abdullah Xon Yarkandi deb o'zgartib, maxfiy suratda 1934-yili 2-oyning 2-kuni Chatral yo'li bilan yo'lga chiqdim. Shu chaqdagi Hindistonning chegara o'lkasidagi Dirdan Pamirgacha bo'lgan tog' yo'llari butunlay qor bilan qoplangan va ot bilan safar qilish mumkin bo'lmaydigan bir fasl edi. Narsa keraklarimizni hammal kira qilib, o'zimiz piyoda mangdik.
qor chapqunliq kunlarda bir necha kun to'xtab, havo echilganda yana mengib 3-oyning 6-kuni Afg'onistonning Vaxan jilg'isiga yetib bordik. Pamirdan odam o'tish imkonsiz bo'lganlikdan Burg'il chegara yezisida 2 oy turib kelishga majbur bo'ldik. Chegarada turgan vaqtimizda u yer bu yerga qechib chiqib qolgan inqilob yo'ldoshlarimdan 30 ga yaqin kishi yenimga to'plandi. Bir oz qurol setib olish imkoni tepib, yenimdagi odamlarimni qurollantirishga yetarli qurol to'pladim. Pamir yo'lining qorlari erib yo'l ochildi. Toshqo'rg'on tarafiga Pamir qirg'izlaridan jasos yo'lladim. Bütün yo'llarga Chin va Rus askarlari yerlashib, bizni tutish uchun mukammal o'rinlashtirish qilinganligi ma'lum bo'ldi. Oldimizga menish yoki Hindistonga qaytishimiz imkonsiz bo'ldi. Afg'onistonga chekinishdan boshqa chora qolmagan edi. Lekin vatan chegarasi ko'zimizga ko'rinib turgan bir yerdan yana orqaga, uzoqlarga chekinishga ko'nglim rozi bo'lmay qattiq qayg'u va siqilish bilan chegara burg'ulida turib qoldim. Nurg'un odamlarim umidsizlanib, mendan ruxsat so'rab, har tarafga tarqalib ketib, yenimda 15 kishilik qoldi. Bu arada Afg'oniston chegara amaldorlari mening kim ekanligimni bilib, hukumatiga ma'lum qilgan. Afg'oniston Tashqi ishlar ministrligi mening nima maqsad bilan bu chegarada turayotganligimni aniqlab chiqish uchun amaldorlarga buyruq tushirgan. Chegara amaldori mendan rasmiy holda so'radi. Men o'z yurtimga qaytish maqsadi bilan kelgan edim. Bu yerda hech bir ishim yo'q. Ammo yo'lim to'silib qolganlikdan turib qoldim. Agar Afg'oniston hukumati qabul qilsa, Kabulga berib, bir muddat u yerda turishni xohlayman, dedim. 8-oyning 5-ida Tashqi ishlar ministrligidan bu talabimning qabul qilinganligi haqida javob keldi. Shuning bilan men g'ayri rasmiy hukumat mehmoni sifati bilan Kabulga qarab yo'lga chiqdim va 9-oyning 2-kuni Kabulga keldim.